Omadbek, shapkangni yechib qo'y. Omar, shapkangni yech. Bolajonlar barcha yaxshilab keldimi? Kayfiyatda a'lomi? Oramizda kasallar yo'qmi? Faoliyatga tayyormizmi? Bolajonlar, hozir o'tkamizda qaysi fasl ekan? Boshlaman. Ertalabki davra suhbat o'tkazamizmi? Bolajonlar, ertalab turganda nima qilamiz? Keyinchi tishimizni yuvamiz. Keyinchi o'rnimizni taxlaymiz. Kimlarga salom beramiz? Onamizga, buvimizga, dadamizga, oyimizga, akamizga, opamizga salom beramizmi? Aferin. Bolajonlar, sizlar bilan suhbatimizni davom etamiz. Bir yilda nechta fasl bor edi? 4ta. 4ta. Aferin. Omadli ko'ring. Fasllar nima kerak? Sevinch o'rnida tur. Aferin. Bir hafta necha kun edi? 7 kun. Hammaga birin. Hafta kunlarini kim sanab beradi? Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, yakshanba, yakshanba. Bugun haftaning qaysi kuni ekan? Dushanbami? Haftaning dushanba kuni bolajonlar. Bolajonlar bir yilda nechta oy bor edi? 12ta. Aferin. Oylarni kim sanab beradi? Muhammad. Hadi, birinchi o'quvchilar. Bolajonlar, oy mavzuyimiz to'ng'ratqish nima ekan? Dekabr oyining 4-haftasi yangi yil ekan. Nima ekan? O'tkamizga qaysi bayram kelyapti? Yangi yil bayramini nishonlaymizmi? Yangi yil bayramida nimalar bo'lar ekan? Qor bobo, qor qiz nerga kechadi? Qor bobo, qor qiz, yalmog'iz. Yana kimlar bo'lar ekan? Farishta. Har xil ertak qahramonlar bo'larmikan? Qor bobo bizga nima beradi? Sovg'a beradi. Biz Qor boboga xat yozamizmi? Eski o'qituvchilar Qor bobo ro'yxatiga yozadimi? Esi yo'q bolalar qora ro'yxatga kiradimi? Qani kimda esi yo'q? Hammani esi ko'pmi? Demak, bu yil hamma sovg'a oladimi? Qani kim oladi? Menga berasizlarmi? Bolajonlar, sizlar bilan yod olgan she'rlarimiz birma-bir o'rganamizmi? Dala dashtlar kunda ish. Aferin. Men qorqizman, Qor bobomiz. Archa, jon archa, yaproqlaring archa, atrofingda aylanib, qo'shiq aytadi barcha. Barcha kayfiyatni ko'tarib oldimi? Faoliyat davom etamizmi? Bolajonlar, qish fasli haqida sizlar bilan suhbatlashamizmi? O'tgan darsda ham sizlar bilan suhbatlashgan edik. Qish faslida ob-havo qanday o'zgarishlar bo'lar ekan? Yanacha bulutli bo'ladi. Havo soviydimi? Daraxtlar barglari to'kiladimi? Keyinchi osmondan oppoq parchalar tushadimi? Biz qor bo'ron o'ynaymizmi? Qorga to'yamizmi? Oyoqlarimizga nimalar kiyamiz? Oyoqlarimizga etik, ustimizga nimalar kiyamiz? Boshimizgacha bo'ynimizga shal, qo'lchamizgacha qo'lqop kiyamizmi? Aferin. Bolajonlar, qish faslida. Bolajonlar, bizlar sizlar
sizlar bilan yangi yil haqida qancha gapirsak ham kam, ha? Yangi yil taassurotlari judayam katta-ya. Bizlar Qorboboni yaxshi ko'ramizmi? Qorbobo ham sizlarni yaxshi ko'radi-ya. Shuning uchun barchamiz chiroyli she'rlar yod olib, Qorboboga aytib berishimiz kerakmi? Qorboboning tobutida judayam ko'p sovg'a bo'ladi-ya. Ofarin. Bolajonlar, demak sizlar bilan faoliyatimizni o'yin tarzida barcha o'rnidan tursin, joyiga. Yangi yil haqida. Mana hamma qo'shilib o'ynaylik. Qani joyimiz harakatlanamiz. Raqsga tushaylik, chiroyli bo'l. Chabut o'yna. Bolajonlar, sizlar bilan hozir archa atrofida archa qo'shig'ini aytib aylanamizmi? Archa, archa, jon archa, yaproqlaring ninacha, atrofingda aylanib qo'shiq aytadi barcha. Archa, archa, jon archa, yaproqlaring ninacha, atrofingda aylanib qo'shiq aytamiz barcha. Archa, jon archa, yaproqlaring ninacha, atrofingda aylanib qo'shiq aytamiz barcha.